Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Dehqon akalar, bugun qovunni urug'da uyutyapmiz. Xudo xolasa bir 7-8 soat turgizmoqchiman. Qovunja shart emas ko'p turishi. Xo'p, dehqon akalar qiyshayib qoldi mana. Dehqon akalar bu qovunni mana uni bu qovunni urug'da bozorali olib berdi. Hozir suvni tepasida turibdi. Xudo xolasa ertaga suv pastga tushib qoladi uysa. Buni bozorali olib bergan bir xil qovun urug', lekin buni bozorali olgan namanganlik. Nomerlari videolarimda bor, aytganman, hozir yodimdan ko'tarilib qoldi. Bu urug'da bo'lsa men o'zim o'tgan yil olganman. Xuddi shu urug'dan olib keltirib, bu urug'ni ekib o'zim olganman bu urug'ni. Buni olgan urug'imni bu yil xudo xolasa sinayman o'zim yerlarimda yana yaxshi bo'lsa xudo xolasa yana inshaalloh olamiz. Qovun urug'larni ekkani olamiz. Shunga ozgina video qilib dedim mana. 1,5 litrlik bankaga solib qo'ydim buni. Ozroq 300 gram urug' olib keltirdim. Akam bilan birga. Akamniki ikkovimiz bo'lib 1 kilo oldik. Men 300 gramini oldim. Akam 700 gramini ekyapti. Xo'p, xuddi shunday o'tgan safarga ham shunga solamiz bankaga. Buni hech qiyin joyi yo'q. Qiyinchilik joyi bo'lmaydi. Shamol uchirib yuboryapti. Shamol uchirib yuboryapti. Bankani qo'yib qo'ydim mana. Xo'p, dehqon akalar, xuddi shunday qovun tarvuz bir xil yutilaveradi. Bankaga solib, xudo xolasa inshaalloh suvni quyib qo'yamiz. Qarabsizki, 2-3 kunda bu ham unib ketadi. Tarvuzim juda ham tez unib ketdi degani. 2-3 kunda unib ketdi. Tarvuz ekish jarayonlarini qo'ya olmadim, ming bor uzr. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Asha ekkanman, ko'rsatganman o'tgan yillari. Shunday qilib uyitiladi, xudo xolasa. Mana shu suv quyiladi, shu bilan bo'ldi. Xo'p, dehqon akalar, mana bankani ichiga solib qo'ydim. Bu ko'pchilik ishani ham deydi, ko'pchilik Hindiston malikasi ham deydi ekan. Bu ishani Hindiston malikasi, ishanida gibridi bu. Aniqaga chachishgani, zarkokilga chachishgani bo'ladi. 1 gektarga 1 kilo urug' ekilaveradi. 2ta 3tadan qilib ekiladi. Oraliq masofasini bozorali 75-80 deyilgan. 80 qilib ekaveramiz, xudo xolasa inshaalloh. Endi ertagamiz. Hali abitdan keyin bular imkon qadar uyni pastroqqa tushirib qo'yamiz. Bunda uyandaqaga ilib qo'yamiz. Mana xaltalarga solib, daraxtga ilib qo'yamiz. Xuddi shunday 2-3 kunda unib ketadi, xudo xolasa inshaalloh. Sinamoqqa o'zim olgan urug'dan ham ekdim, xudo xolasa. Lekin farqi, rangida farqi bor. Mana sal qizg'ichroq turibdi, anaqa olib bergan. Bozorali olib bergan. O'zim olib bergan sal sariqroq turibdi. Bilmadim, endi qovun urug'ida ham olish sirlari bormi? Endi qovunni mutaxassis emasman. Imkon qadar bilganimizcha olib ekyapmiz. Xudo xolasa akalar duo qilib turasizlar. Keyin dehqon akalar, qovun tarvuzni ko'chatini uncha tushunavermayman. Ko'pchilik ko'chat to'g'risida savol beryapti. Ko'chatni uncha bilavermayman. Iltimos, bilganimcha aytaveraman, lekin qovun tarvuz ko'chatlarni bilmayman. Oshqovoq ko'chatlar urug'ida ekaman, men faqat urug' ekaman. Endi inshaalloh keyinchalik ko'chatlarga nasib qilsa o'tsam, o'rgansam, ularni ham aytaveraman inshaalloh. Dehqon akalar, Alloh taolo rozi bo'lsin, duo qilib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.